Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Rabbena heblena min ledunke rahme ve heyyi'lena min emrina raşida. O'tgangi darsda tafsir nasifini nashriyat qila olgan muhaqqiqninki muqaddimasini o'tib ketgan. Bu munosabatli savol bormi? Astidagi manbatning astidagi. Ikki nusxa qo'lyozma topdim dedimiz. Birisini masalan Istanbuldan, birisini Qoiradan topgan bo'lsa, masalan, shu birisiga alifni, birisiga ba, birisiga zni, birisiga sinni bilib qo'ydi. Yani kitobni o'qidim, falan yerdagi nusxasida bunda deb bor ekan. Masalan, divan lug'at turgan 3 nusxa olsak, İstanbul nusxasi, Qoira nusxasi, Toshkent nusxasi. Toshkent nusxasiga ta deb yozib qo'ydi. Yani İstanbulga alif, Qoiraga qaf deb qo'ysa, keyin biz kitobni o'qib, Qoira nusxasida bunda so'z bunda ketdi ekan deb tushundim. يعد تفسير القرآن الكريم من أدب المهام التي تصدى لها. Zınıçke, nazik vazifelerden birisi. Dakik deyimiz o? Maham degan vazife mi? Muhimme, maham vazife. Tefsir Beydavi nima uchun bizning vujudda taqilgan desam, bir kitobda Davlat Osmoniyaning shu o'qitilishimisida asoslangan kitobda deb tushunadi. Balki shu sababdan bizning vujudda Tefsir Beydavi bekrak taqib etgan bo'lsin. Yo'q, Hanafi. Hamda tanlashda yarab qolgan bo'lsa, ham Tefsir Beydavining hashiyalari bor-ku, turklar uningga hashiya yozgan. Haşiyat Şeyhzade degandek uni bir necha hashiyalar olgan, balki bular hashiya yozgandan keyin bu o'zining ishlab chiqargan kitobidek bo'lib, o'zining kitobini muqarrar qilmaydi yoki o'ziga qulayroq tuyulib, muqarrar qilgan bo'lsa kerak. Endi bugun o'qiydigan muqaddimatul muallif. Bismillahirrohmanirrohim. Huwa hasbi la ilaha illahu alayhi tawakkaltu va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va sallama. Huwa hasbi degani o'sha menga yetarlik, kifoyadir demoqchi. Alloh taolo menga kifoya deb durud etdi. Alhamdulillah المنزه بذاته كل شيء لم يبدأ كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أقطع عندن القرآن الكريم الحمد لله لم başlandığı demek bu Bismillah bilen hamdın işkisini bildirip erkine kitap yazganda bu muallifinin adeti. El-munezzeh bizatihi an işaretil evham. Vaham degan bunda bir xil xato tasavvur yoki bir xil xiyolam. Yani Alloh taolo o'zining zoti bilan inson yani har xil xiyollar bo'lib qolish, ya xiyollarning uningga berib ketishidan pokdir deydi. Evham yani jama vaham. Yani xiyol qilib ishorat qilinishdan pok. El-muqaddas, muqaddas degan pok degan bo'ldi. Lekin bu arab tilida so'z boyliqqa qo'ygan ekan, mutaradifani ko'p ishlatadi. Ma'noda so'zini. El-muqaddas bi sifatihi an idrakil uquli vel afham. O'zining sifatlari orqali aql idrak, aqllarning tushunish iqtidoriningki uni tushunib yetishidan pok deydi. Yani aql idraklar uni tushunib yetolmaydi. Idrak degan tushunib yetish, tunib yetish degan. Afham degan shu fahm, aql, tushunish iqtidori. El-muttasifi bil uluhiyye, ilahliklar sifatlanguchi, qabla kulli mavjud, bar bo'lgan boshqa narsalarning hammadan ilgari Alloh taolo shu ilahliklar sifatlanib bo'lgan, sifatlangan holat dedi. El-baqi bi na'at as-sarmadiyya. Sarmadi degan shu davomlashib turuvchi degan, davomlashish degan sifat shu. Yani daimiyya. Baqi bo'lib turuvchi dedi. Bina'at as-sarmadiyya. Davomlashish sifati bilan, doimiylik sifati bilan baqi bo'lib turuvchi. Ba'da kulli mahdud. Har qanday cheklik narsadan keyin deydi. Yani cheklik narsadan keyin degan cheklik narsadan boshqa zoti o'z oldiga davomlashib turuvchi, qoluvchi zot deydi. Cheklik bulash degan bu havodisning maxluqning sifati emasmi? El-malikullazi tubisat. Tubisat deganni mana yana bir nusxada tumisat deb tushunama. Tamasat yoki tabasat ekan. Aslida tamasat deganning akasi bakrak to'g'ri chiqib qoladi mana. Chiqilish to'g'ri, lekin birisi bakrak tushadi. Masalan, tamasat desa tamis degan o'chiritish, nima? Yani sabahat degan bu ulug'lik shu. Jalal degan bu ulug'lik. Hozir gap ustiliq qilib ishlatib emasmi? Ulug'ligining pokligi deyli. Sabahatni poklik desakmi, subhanalloh deymizmi? Yani bu men Allohni poklayman degan so'z. Ulug'liqning pokligi ko'zlarning nurini o'chirib etgan, tamasatga o'chirib etdi degan. Ko'zlarning nurini o'chirib etgan deydi. Tabasat degan yani qarong'ilashtirib etgan degan bo'ladi. Qarong'ilashgan. Yo'q, shu nurni o'chirib etgan kisi bizga gap bor. El-mutakabbir allazi azahat satawat kibriyaihi al-afkar. Mutakabbir degan cho'ngchilik qiluvchi. Cho'ngchilik qilsa aql qo'ldigan loyiq zot degan bo'ladi. Boshqa maxluqlar cho'ngchilik qilsa loyiq emas. Lekin Alloh taolo cho'ngchilik qilishga loyiq.
Azahat degan yo'ldan unda surib tashlabdi degan bo'ldi. Satawati kibriyaihi sotva degan hayvat degan bo'ldi. Odatda yoki zo'migarligi, hayvati, cho'ngchiligi degan bo'ldi. O'zining cho'ngchiligininki hayvati butun kallakildan fikirnimi yo'qotib etgan degan. Al-qadimul-ladzi ta'ala an mumathalatil hadathan. Al-hadathan degan hadisulash. Hadislarga o'xshab qilishdan Alloh taolo ustun bo'lgan dedi. Shunda qadim zot dedi. Qafiyani jahdidni hadisdan qatib qo'yib tasniyadan Ta'alan vaznida. Al-azimul-ladzi tanazzaha an mumasatil makan. Bira o'ringa, joyga tegib qilishdan yoki joylashishdan pok bo'lgan ulug' zot dedi. Mumassal deganmi shu tutish, tegish degan ma'noda. Masalamizga, ya'ni misas al-mutaali an mudahatil ism, ya'ni jismlarga o'xshab qilishdan ustun bo'luvchi zot dedi. Jismga o'xshanigidan bir o'rin egallaydi degan nima bor? Kalamchining nomida. Demak, uningdan ustun deydi. Va mushabahatul anam. Anam degan maxluqlar. Maxluqlarga o'xshab qilishdan ustun bo'luvchi zot dedi. Al-qadirul-ladzi la yushar ilayhi bit-takyif. Bu mandati undati deb ishorat qilinmaydigan hamma qodir zot dedi. Al-qahirul-ladzi la yusalu an at-tahmil va at-taklif. Taklif degani masalan insonlarni ibodatni qilishsiz deb taklif berdi Alloh taolo. Taklif berganligidan yoki tahmil degan vojibni yutkazib qo'yganlikdan so'ralmaydigan. Al-qahir degan xalqini boshqalar rozi bo'lsin bo'lmasin qildigan zot ham. Qahr qiluvchi. Ya'ni g'alaba qiluvchi degan bo'ldi. Qahira degan shu. Al-alimul-ladzi xalaqal inson. Hamma bilguchi zot edi. Insonni yaratgan va uningga bayonni, ifodalash, so'z qilishni o'rgatgan. Al-hakimul-ladzi nazzala al-Qur'ana shifaan lil-arwah wal-abdan. Qur'on Karimni ruhlarga va badanlarga shifo qilib nazil qildirgan. Fi shifaa'ul lin-nas. Qur'on Karim Fatihani ijlon chiqib olgan, chan chiqib odamga demaydi qilib o'qidigo, o'qisa saqaydi. Demak, buni Qur'on Karim shifo. Bu shifoni ba'zilar yo'q bu buzuq e'tiqod, shirk, ma'nosiga shifo oladigan davo deb ma'naviy to'g'ri aqida, hidoyat nimasi deb bunda ma'naviy taraf bilan qartib oldi. Amaliyotda bu ya ma'naviy ya moddiy deb ayirmagan ekan, umumiy holatda ham badanga yani kasalligimiz shifo, e'tiqoddagi kasalligimiz shifo. Yani moddiy olsun, ma'naviy olsun, shifolik umum degan mazmun shu to'g'ri. Vassalatu vassalamu alal mustal min aruma. Aruma degan mufrad bo'lib qolsa, aruma bo'ldi. Yani jamoada aruma bo'lishi mumkin. Arumatul balagati val baraa. Mustal degan ism fa'il bo'lishi mumkin. Zaman ism maf'ul bo'lishi mumkin va masir chiqadiganlar bilasizlar. Agar mustal ism fa'il bo'lsa, bu balagat, al-bara deganmi voyaga yetgan fasohat, ya'ni kamol fasohatni bara deymiz. Baraatul istihlal deydi-ku adabiyotda. Maqolni ya she'r ya bir maktub yozmoqchi bo'lsa, boshlashni usul bilan boshlasa, hozir qo'shma kitobda shuni boshladi-ku. Bu baraat istihlal. Ya'ni sen yozmoqchi bo'lgan narsaning beshini usul bilan chiroyli boshlay olsang, fasohat bilan bu bara oldi. Yani kemalul fasahat degan bo'ldi bara. To'liq fasahat va balag'at asli bu aruma degan bu uli tegi degan bo'ldi. Miyada hozir mustalla degan salla sug'urib oldi degan bo'ldi. Rasululloh men Qurayshdan bo'lsam buni qanday ajvi qilsa desa, sizni shu ximidin qilni sug'agandek sug'urib chiqarib, andan buni qoldirib qo'yib turib, andan ajvi qilmadi dedi-ku. Salla sayfahu deydi masalan. Şemşerini soğadı degan. Demek so'rilib chiqilgan zot deydi. Nereden so'rilib chiqilgan? Kamal fasahat va balag'at pushtidan deydi. Asli tegi degan bo'ldi. Lekin mishada nasab ati bo'sitdan tortib shu tegi isil fasahatlik zotlarning ishidan chiqqan demakchi. Al-muhtal fi bahbuhatil fasahati an-nasaha kan wal fasaha. Nasaha degan bu shu sap, suzuk unda ochiqni bildirdi. Yani samimiy nasihat nasaha deymiz-ku. Samimiy nasihat qilishi. Val fasaha. Bahbuha degan o'ttirisi. Hadisda ala man sarrahu bahbuhatul janna falyalzamul jamaa fa inna ash-shaytana ma'al wahid
ve huve minel isneyni ebad. Yani cennetin o'ttirisi degan qanday yeri? Eng saz yeri. Şu vasat degan odatda eng ubdin degan bo'ldi. Qala awsatuhum degan ubdin degan ma'nosi bosh. Rasulullohmi Qurayshdan shu vasati o'ttirdi. Nasab jihatdan masalan. Muhtal degan o'rin egallagan ham bo'ldi. Xuddi al-aradil muhtalla fi Falastin deymiz-ku. Bu muhtal degan aradil muhtalla fi Falastin bu ism maf'ul, yani egallangan, ishg'ol qilingan joy degan bo'ldi. Mana bu egalluvchi deb ism fa'il desak hozir fasohatning o'ttirdan o'rin egallagan zot. Yani o'ttir degani eng fayz yerdan, eng isil joydan o'rin egallagan demakchi. Muhammadin, bu zot kim? Shu Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Al-mab'uthi ila khaliqatihi. Mahluqlarga, bütün ins ve jinlarga yaratilgan zot. Ad-da'i ila al-haqqi wa tariqatihi. Haqqa va haqning yo'liga chaqiruvchi, tashviq qiluvchi. Sallallahu alayhi va ala alihi va shi'atihi va alal akhidina bi'uhudihi va shariatihi. Shi'atihi ansarlari. Bi'uhudihi va shariati. Şunun ahdilerini ve şeriatini tutmanguchilarga mu bo'lsin demakchi. Va hamda sana ve durud o'qib bo'ldi. Qala Mevlana Şeyhul İmamul Muazzam. Bu so'zni yozuvchi kim bo'ldi? Ya taliblari, ya katibi. Şuna favqulodda maqtavatdi. Odatda olim o'zini unda maqtamaydi. Shogirdlari degan. Mevlana Şeyhul İmamul Muazzam katta imamimiz Şeyh bundaq deydi-ki, "Vel habrul muqaddam." Habr degan alim dedik. Muqaddam degan hammaning oldiga chiqarilib qo'yiladigan, oldiga o'tkaziladigan zot demakchi. Ustad ahlil ard, zimin ahlining ustozi. Muhyi sunnati vel fard. Sunnatni hatto farzni ihyo qiluvchi. Farzni masalan kishilar tutmaydigan bo'ladi. Hammasi tashlayotgan taqdirda bu zot shuni ihyo qilib tutqizadigan qildi. Muhyi sunnat debba. Lekin muhyi sunnat vel fard degan mishadaqni taqman. Endi hozir o zamanda belki chiqib qoladi. Farzni qilmaydigan bo'ldi hozir. Kashshafu haqa'iqi asrar tanzil. Adama kitobning ismi bilan da maslashtirib maqtatdi. Tanzilni nima dedi? Qur'oni Karim. Bu nimadan iborat desa, tanzil degan masdar. Masdar bilan sifatlasa baligh bo'ldi. Masalan, rajulun adlun deymiz-ku. Adl. Yani shunda bak yaxshi odam deb buni xuddi masdar bilan shu yaxshilikning o'zi shu degandek bo'ldi. Xuddi shu tanzilning o'zi degandek. Bu bir xil tashbih iddia edimda, baligh, tashbih baligh. Kashshafu haqa'iq asrar at-tanzil. Yani Qur'on Karimning sirlarining, haqiqatlarini ichib etkishi dedi. Yani tafsir qilish orqali haqiqatlarni bizga ichib birdi-ku. Miftahu daqa'iq asrar ta'wil. Ta'vilimiz şu tafsirga yaqin bir narsadir. Yani şu oyatdan nima maqsad qilingan, shuning sirni, yani maqsad qilingan narsani yechib berish degan bo'ldi ta'vilga. Yani tafsirga yaqin, lekin ayrim ma'nosi. Oyatdan maqsad qilingan mazmunni yechishdagi sirlarning eng jinich yerlarini yechib beradigan ochqish deydi. Turjumani kalamur Rahman. Rahmanning so'zlarini tarjima qilib beruvchi. Sohibi ilmiyil maani vel bayan. Mani ve beyan ilimlerinin ilgisi deydi. Ilmil maninin degan to'q, mesela icaz, itnab, at-tadil ve al-ihtiras degandek usul var. Bu bir ma'nini necha xil holatda ifodalashni o'rgatilgan ilm. Masalan, bir so'zni uzun qilsangmi, shu ma'noni ifodalaysan. Qisqa qilsangmi, shu ma'noni ifodalaysan. Masalan, hozir bu yerda qala Mevlana Şeyh Ahmad Abul Barakat divasi bo'ldi-ku hozir. Peki bu faham, allama, bu muazzam deb itnab qildi. Çünkü bu yerda madiylemoqchi. Madiyilashda itnab munosib bo'lgandan keyin. Demak, bu yani shunda masalalarni bahs qiladigan ilm buning bo'ldi, ilmul ma'ani bo'ldi. Yani bir ma'noni sen necha xil uslubda ifodalashni o'rganadigan ilm demak. Vel bayan degan bu masalalarga bir so'zni necha xil iboralar bilan ifodalasan, shunda ifodalashni o'rganadigan ilm bayan. Mesela bir sözünü o'qitish orqali ifodalaysa, istara bilan, kinoya bilan ifodalaysa, bu. Yani bu balagat ilmining ikki tarmoqi shuni, ama uchinchisi nima bo'ldi? Al-badi'. O saja'a masalan, bunda nimaga o'xshash? Zinnatlaydigan, gapni yasaydigan narsa. Al-jami'u baynal usul wal furu'.
Yani şeriatninki usullarını ve furuatlarını cemleyen demek. El-mercu ileyhi fil ma'kul vel mesmu'. Ma'kul degan yani aqli bilimladimi, mesmu' degan naqli bilimladimi? Aşağıga hammaylan qaytadigan. Şuningdan so'raydigan bir xil otorite yani merciye. Hafizul milleti ve din. Din bilan millatni saqlab qoluvchi deydi. Millat deganmi shu din, shariat deganmi? Shayxul Islam vel muslimin. İslam ve Müslümanların aksaklığı deymiz. Şeyhi. Varith ulumul enbiya vel mursalin. El ulema varathatul enbiya degan gap tushudimi? Peygamberlerin ilimlerinin varis bo'lguchi. Akmalu fuhulil mujtahidin. Mujtahidlarning en kattalarının mükemmelidir. Fuhul deganimda da erkek degan bo'ldi, erkekleri degan bo'ldi. Lekin no'chisi, yomon degan bo'ldi, Uyg'urcha bo'lmasdan erkek desa no'chi degan bo'ldi. Bu keyin shunday nimaga ishlatilgan so'zlar. Sha'irun fahlun. Qudvatu qudumul muhaqqiqin. Muhaqqiq olimlarning en g'ayratlik, shijoatlarininki ulgilari. Yani muhaqqiqlarning ulgisi emas ekan da. Muhaqqiq olimlarning en g'ayratlik, en shijoatli qaysarlarininki shuning ulgisi ekan. Qudum degani jama va yani miqdam deymiz-ku, oldi saklab chiqib turdiganlari. Primernima qudum bilan qurum zal yeni bir nususta qurum deb. Yani bir nususta qurum debdi, balki qurum degani xato, shuni uni ammidan men to'g'risini oldim demoqchi. Lekin ba'zida tahqiqliga odam ya ba'zi narsa xabarsiz bo'lganlikdan bu xato o'ylab qolishmoqchi. Xato o'ylab qolgan ekan, bu qurum degan masalan biz xato deb o'yladik hozir. Mishkidan tahqiq qildik. Qurum deganda men yozmaylarmi bu qudum degan shu to'g'ri edi, bu qurumni astig'imi demaydi o'tib ketdim. Belki amaliyotda qurum degan shu to'g'ri bo'lishi mumkin. Yani lug'atda to'g'ri chiqishi mumkin. Şu an astig'i olib qo'ydi. Olib qo'ygan ekan, unda o'qigan odam ba'zida mushuni bakrak bildigan narsa bo'lsa, ya atkidik to'g'ri edi, mana nusxada bor ekan deb mana tushuntirilish uchun ishkilisini unda ishorat qilib qo'ydim. Masalan, tabasat bilan tamasat debdi, tamasat deganmi to'g'ri chiqdi. Shunga o'xshash. Rus saadat baxtlarning egisi demakchi. Vel karamat. Karamatlar var yani bu evliya demakchi. Ebul Barakat kuneti. Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud el-Nasafi. Demek ismi Abdullah ma? Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud el-Nasafi. Matta'allahul İslam bi tuli biqaihi. Allah Teala onu uzun ömür ko'rish orqali islomni o'zirlandirg'ay dedi. Demek bu kitobni ashnima muallif hayot vaqtida yozgan narsa var. Talibi ya katibi. Eğer keyin qatib olgan bo'lsa, rahimallohu rahmatan vasi'a va askanahu fasiha jannatihi deb duo qildi. Tarahum qildi. Vel muslimina bi yumni liqaihi. Uningga muloqot bo'lishning barakati bilan musulmonlarga o'zir ato qilg'ay. Yum degan barakat. Endi bu yerda muallif mush kitobni tuzishga turtki bo'lgan sababni bayon qilmoqchi. Qad sa'alani man tata'ayyanu ijabatuhu. Men talabini yandiramaydigan, rad qilinmaydigan bir yaqinim yoki balki ustoz bo'lishi mumkin, yaqin do'st bo'lishi mumkin, ya shogird bo'lishi mumkin. Shulardan birisi menda hajmi o'rtal bir kitob tuzib berishimni talab qildi deydi. Fit ta'wilat mana. Ta'wilat degan o'sha tafsirda demakchi. Yani Allah Teala'nın bu ayatın murad qilgan nima? Shuni tushuntirib berish to'g'riliq kitob yozib berishimni talab qildi. Jami'an li wujuhil i'rab al qiraat. Qiraat i'rab yo'llarini, turlarini mana to'plagan holatda. Mutadamminan li daqaiqi ilmiyil badiya val isharat. Ilmil badiya val maani ning eng jinchki yerlarini o'z ichiga olgan holat. Isharat degani o'shada ilmil maani. Hadi işaret degan kinoyal xafiyani ishorat ekan. Demak kinoya degan ma'noga tavama. Haliyan bi aqawili ahli sunna vel jamaa. Haliyan yani zinnatligan holatda deydi. Hilya deymiz-ku, ayollarning zibu zinnatini. Bi aqawili ahli sunna vel jamaa. Ahli sunna vel jamaaning ko'z qarashlari, so'zlari bilan zinnatlar. Haliyan an abatil ahli bid'a ve dalala. Bid'at zalalat ahlininki yalgan yapıdaklardan xali qilib, laysa bit tawilil mumil. Bak ziriktirib malallik yetkizib qo'ydigan uzun emas. Ma'ni ifodalashda vazifani o'rindaolmaydigan qisqa emas. Yani ixlal bil ma'na qilib qo'ydigan demakchi. Ayında o'rta hal bir kitob tuzib berishimni talab qilgan tafsir ilmida.
Ve kuntu uqaddimu fihi rijlan ve uakhiru ukhra. Men bu talablarni qanday o'rindaman deb qilaymi qilmaymi deb taraddud qildim. Uqaddimu fihi rijlan ve uakhiru ukhra degan ibora men taraddudlanib qolgan deganman. Bir oldiga desa, bir keyinga desa deymizmi? İstiqsaran li kuvvetil beşer. İstiqsar diyen yani insanın taqati bunga yetmaydi. Kim deb qarab, yani men buni o'rindamayman deb qarab demakchi. Yani i'tibarahu qasiran demakchi. An darki hadal watar. Watar diyen murad maqsad. Lamma qada Zaydun minha wataran zawajnakaha. Demak, mushu murad maqsadga yetishdan aciz kilido insonning taqati deb o'ylab demakchi. Taraddud qilgandan Derk degan yetish degan. Kitobni yozishga demakchi. Tafsir yozishga men ojiz kelaman deb o'ylab, yo'q muallifning so'zi. Hali bu muallifning muska shirkat yo'q. Qad sa'alani degan gillam muallifning so'zi. Qal Mevlana Şeyh İmam Muazzam qad sa'alani qistirdim. Qad sa'alani degan shu maqulul qawlar. Bayatın qaşvamma degan so'zlar shu Mevlana'nın tarifi sifatlari. وآخذا بسبيل الحذر hazar eylab hazar yo'lini ching tutib turib qolgan demakchi. Ani rukubi matnul xatar. Xatarning ulug'ini minishda demakchi. Xatar ulug'ini minib, naqmay deb hazar eylab o'zini tutib turib olgan deydi. Chunki bunda Alloh taolaning kalomini tafsir qilishda o'zining ra'yi bilan yoki bilmasdan tafsir qilsa, bu intayin xatarlik ahvol bo'lganlikda bu ehtiyot qilib ching turib olgan deydi. Hatta sharatu fihi bi tawfiqillah taala. Axir tawakkul qilib Alloh taolaning tawfiqi bilan başladım deydi. Şarat diyen başladım. Vel avaiqu kathira. Elbette de bunu tamamlaşqa, qilishqa to'saliq bo'lgan to'saliqlar ko'p deydi. Shunda avasını başlattım demek. Ve etmemtuhu fi muddatin yasira. Bunu kısa muddatta tamamlattım. Ve tevfiqillahi Teala. Ve semmeytuhu ve onu muş isimle atadım dedi. Medarik-i tenzil ve haqaiq-i tevil. Muş isim bilen atadım. Bunu kısa muddatta tamamladım dedi. Belki bir 2 ayda, 1 ayda yazıp olması mümkün. Burun kaldığında şuna yazdım da. Biz bir yılda aran okuduğum kitabını 15 günde yazıp buldu. Mesela İbn Hacer'nin, Suyuti'nin, Tulgan'ın vafat olan kadar ömrünü hesaplap yazgan narsini nima qilsa her kuniga 15-20 betdan to'g'ri qildi. Basani ismida yo'q, lekin shunda to'g'ri qildi. Yani bunu belki kitap yozgan yoshga yetgandan tartib emas, tug'ilgan chaqda hesaplab baqsa, butun umriga chatsa shunda to'g'ri qildi. Va huval muyassiru. Va huwa mishada damir kimga qaytadi? Allah Taala. Bi tawfiqillah Taala demasmi? Va huval muyassiru li kulli asir. Har qanday qiyinchilikni osonlashtirib beruvchi zotdir. Va hu ala ma yasha'u qadir. Xoliqni qilishga qudratli zotdir. Va bil ijabati jadir. Bizning duolarimizni ijobat qilishga eng loyiq aql zotdir dedi. Jadir degan haqli, loyiq, layoqatli kim. Va jadirun bil zikr deymiz-ku. Medarik degan nima bo'ldi? Medarik tanzil degan. Asli adraka bilishdan chiqqan so'z. Bu ism makonmi, ism zamonmi? Ya masdarmi? Va haqiqiy tavil degan so'z qarasak, ism makondak ma'lum bo'ldi. Mudrak desa, madarik jama mudrak. Mudrak degan bu idrakdan tushunish degan ma'noda. Lekin usul fiqhda fiqh kitoblarida kelib qolsa, bu dalil degan ma'no. Masalan, nima uchun qarashni olmay, qarashni tanladas, li quvvatil mudrak deydi. Li quvvatil dalil. Ya'ni dalildan ilingan hukm tushunchining kuchligligidan demakchi. Dalil degan ma'noda keldi. Lekin tafsirning ismidagi madarik degan ma'noda bo'ldi. İsim makandan tafsir qilgan o'rin. İsim makanı şu dal şu demiş. Medarik tenzil deganni Qur'on Karim dedik. Yani oyatlar, Qur'on Karim, yani nazil bo'lgan vahiy demakchi. Mushuning tushunishga tegishli joylari degan. Medarik tenzil. Yoki tenzilni tushunish desam ham bo'ldi masalan. Masdar masalan desaq tushunish desakmi bo'ldi. Lekin haqoiqqa qaraganda tushungan joylari, tushungan yerlari degan tushunishga tegishli ma'nolar, mazmunlar desa, bu bakrak shu. Va haqoiqut ta'wil. Haqoiq haqiqatlar. Ta'wil deganimiz bu tafsir, izohlash, yechib berish to'g'ri, ta'wil ru'ya. Ta'wil ru'ya deganda. Shu kitob rivoyat deymiz-ku. Lekin nozik ma'nosini olib aytsak, tafsir bilan farqlangan yeri şu iboradan yoki shu oyatdan maqsad qilingan ma'noga qaytarish degan. Shu iboratni maqsad qilingan ma'noga qaytarish. Demak bu tafsir degan ma'no chiqadi shu. Shuni ma'nosini yechib berish deymiz-ku tafsirni.
Lekin ta'vil, ma tafsir ilmida shunda keldi. Ammo usul fiqhda ama atalg'an yomon nozik narsa. Ammo ilmni shu o'zining atalg'isi bo'yicha o'qimasak, mazmun qo'yilib ketadi. Ma ta'vil, yani tafsirlik ta'vil bu mushu oyatdan ya mushu so'zdan nima maqsad qilingan deb shu maqsadga bizni boshlab qo'ysa, shu maqsad, shu ma'noni bizga ko'rsatib qo'ysa, ya shu iborani shu ma'noni qaytarib bersa, bu ta'vil bo'ldi. Avval asl a'la degandan a'la degan joyi qaytargan bo'ldi-ku. Usul fiqhda az-zohir, an-nas, al-muawwal. Al-muawwal degani, ta'vil degan bir lafzning zohir holati bo'lsa, 90% mushun bildirdi degan so'z buni bostirib qo'yib turib biz 10% ehtimollik bir so'zga apasak bu ta'vil bo'ldi. Masalan, Alloh taolaning sifatlarini qo'l desa bu alqa ne'matdan iborat, yoki nima iborat ta'vil qildi-ku. Yani sarfuhu an-zohir. Yani ta'vil sifatda Alloh taolaning sifatlarini va xalafli qanday qiladi? Ta'vil qilib, masalan, bu rahmat degan in'omdan iborat. Chunki rahmatning bu ba'zi masalan Alloh taolo menda g'azab qildi degan so'z kelib qolsa, bu menda bir jazolashdan iborat deb qo'ydi. Amaliyotda bu so'z nimani bildirdi? Açıqdan bildirdi. Benden menga kelsa men yugurib kelaman dedi. Degan bu yerda ataytu harvalatan sayan deganni biz Alloh taolo bunda nima qilsak bu makan nimaga mushabatul hawadis deb ta'vil qilib o'tib, unga menda mukofot berishga iborat deb qo'ydi-ku. Bu ta'vil. Ya'ni zohir ko'rinib turgan ma'noni bermay so'zga boshqa ojizroq deb qaralgan 10% ehtimollik ma'ni versak bu ta'vil bo'ldi. Yani an-nasl al-muawwal degani shu, anda zohirdan boshqa ma'noga olib o'tilgan so'z bu. Demak, bu alqanimninki darajalari. Bir so'zningki ma'ni ifodasi kuchli darajalari. Nas degan hech qanday ehtimolligi yo'q, boshqa ma'noga olib qo'yilmaydigan o'zi shu. Zohir degan 90% bunda chiqib turganimiz. Masalan, deydi. Muawwal degan 90% tashlab 10% ga nima qilganimiz? Muawwal. Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab yani şu sura Fatiha'nın demekçi. Çünkü Kur'an-ı Kerim muşundan başlandığı bulgaçka Fatiha deyin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bir ayetten. Bismillahirrahmanirrahim degen bir ayet. Bu sura Mekkiye degeni muş sura zade nerede nazil olgan? Mekke'de mi, Medine'de mi? Mekke'de dilgen, Medine'de dilgen şunama. Degen to'g'ri Mekke'de mi, Medine'de mi ikkitim nazil olgan degan qarash to'g'ri. Muallif hozir tarjih qildi o'zini. Nazalat bi Makka hina furidatus salah. Namoz farz bo'lgan chaqda Mekkadagi vaqtda nazil olgan. Mekkadagi chaqda Isra Mi'raj vaqasi. ثم نزلت بالمدينة كين مدينة يعني بركتم نازل وغان ديدم حين حولت القبلة إلى الكعبة özgertilgan chaqda yani بركتم نازل وغان وتسمى القرآن Qur'onning onasi deb atildi dedi. Lil hadis. Shunda hadis kelganlik uchun dedi. La salata liman lam yaqra bil Qur'on. Endi Qur'on deb hadislik kelgan. Masalan Buxoriyda fajala yaqra bi Qur'on. Aşağıdan chiqib olgan, izdan chiqib olganga Abu Sa'id al-Khudri mo ashabidan bilsa fajala yaqra bi Qur'on. Sura Fatihani o'qib digildi dedi. Namaz hazırlıkta soluğa bunları okutup demir kısmı bulamda. Buldu. Demir kısmı buldu. Ama Selefi qarindosini bo'lmaydi deb turasizmi? Bo'ladi o'sha hadisi bog'i. Şeyh Ben Bazning fatvolarida sehr qilgan kishi qanday chora qilmaydi? Sidr daraxining 7 yaprog'ini suvchilab o'qib, keyin shu suvni ichib tartasa saqiydi deb. Shalda ba, o'sha Madina asrida o'sha tarafda bor. Ejikda o'xshamaydi. Sidr daraxi deydi. O'sha qayrada bor. Kishilandek unda kishi mevzu ekan buning. Lekin bu 7 tal g'azonni chilab nima qilish Fathul Majid Sharh Kitab Tawhid bab nashra deyiladi. Lekin asos yo'q ki. Hech bir hadisda bundan asos yo'q. Demakda qilish shartdan asosi bor deydi. Lekin u 7 tal g'azan, uni suvchilash, unda bir gap yo'q. O quruq gap. Endi hadisda yani fajala yaqra bi Qur'on, liman lam yaqra bi Qur'on deb kelganlik uchun Qur'on deb atalgan deydi. والاجتمالها على المعاني التي في القرآن hem Kur'an'daki ma'nilarni to'liq o'z ichi olganlikdan Qur'onning onasi, bo'yisi demek o. Shunga o'xshash. Yani Qur'an'daki ma'nilarni bunda bir nechaga bilsa, Alloh taolani ulug'lash, e'tiqod, tavhid, shirk va kazodan nimalash tabamında nima qilsa shu chiqadi deydi. Xuddi masalan kitob bo'lsa, muqaddimadan qildigan, siz bu mazmundan mana xulosa. Fatihani shunga o'xshash deydi. Mush Qur'onda mush mazmun bor deb ko'rsatib qo'ygan muqaddimadek deydi.
Ve suratul vafiye. Vafiye degan demakçi olan mazmunni vazifani to'liq ado qilib beradigan. Vel kafiye lidalik. To'liq kifoya qiladigan demakçi. Ve suratul kenz. Kenzgen depi dünya diyem. Kenz suresi dep atılıdı dedi. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Fatihatul kitab kenzun min kunuz arşi. Bu hadis kudusi iken. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem dep 3 tep yazıp koyuşun ama zade fi zeh haken anillahi ta'ala mı? Ba'a zergin ekegen bolsa obdara qıldı. Yani hadis kudusilikini Allah Teala'dan hikaye qılmında diyen. Allah Teala'nın namını davatkan nima olgan iken? Elbette ibare asli caydıraqtı. Hadis kudusilikini körsüp berdi. Lekin bu yerda iboratimni chiqdi. Fatihatul kitab kenzun min kunuz arshi. Mening arshimning ostida yoshirilgan depi dunyodan birisidir. Kenz degan bir narsaning tagida saqlangan boylik. Depi dunyo. Hadisdan la havla va la quvvata illa billah kenzun min kunuz arshi. Demak bu kenzda jiqimdi. Şunun içindeki mavi Fatiha'mı şunun birisi. La havle ve la kuvvete illa billah'ın birisi. Ve sureti şifa. Şifalık suresi edip. Çünkü okup birisi şifalık olduğu. Ondan bunu obdan okup özleştirsin mi? Hidayet. Resmi şu İslam talep kılgan etikadını özleştirsin. Onun mu şifalı? Yani şirek, buzuk etikadları şifa olduğunlar. Ve şifa boğucu. Liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Fatihatul kitab şifa'un min kulli da'in illa sam. Sure Fatiha her qandaq kasallikka şifadır dedi. İlla sam faqat lam ölümgemdi. Ecel kelse onun şifa olmaydı. Başqa her qandaq kasallik şifa oldu. İki hadisin rivayetlerde illa sam diye ibare bak yokken. Bazı bir rivayetlik kelgan bo'lishi mumkin. Ve suratul methani. Methani degan, sanna degan bu ikki degan so'zdan chiqadi. Qayta takrar ikinci qatim qilish degan bo'ldi. Demak, methani degan ikki qatimdan ikki qatim bunda bo'lib turgan, o'qilib turgan, takrorlanib turgan demakchi. Hatto ba'zi masalan Makkada bir tushgan, Madinada bir tushgan degandan sabul methani qayta ikki qatim tushgan deganga ma'qurdi. Lianna tusanna fi kulli salah. Her namazda ikki qatimdan o'qiladigan bo'lg'achqa methani deb atalgan. İki rekat okuyan iken iki katım okuyamaz. Dört rekat namazımda 3. 4. rekatta bazı okuydu bazı okumayı demezdim. Çokum 1. 2. rekat okuysa demek. Ve suret salah lima turva. Yani namaz suresi de mu atılıptı dedim. Rivayet kılınan hadisке asasen. Kaç hadis bu? La salata illa bi fatihatil kitab. Demek namaz suresi bu muşansız namaz olmaydı demekçi. Ve li'annaha tekunu vacibeten ev faridatan. Çünkü bu yani sure Fatiha namazda ya vacip oldu ya farz oldu. Vacip nima asasen yani fi mezhep karışık asasen. Farzgini başkının ıslahida yoki başkının qarashida. Farz yani de vacip. Yo'q, Fatihani o'qish namozda vacip aniqini. Mutlaq sure o'qish farz. Oyat o'qish faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Oyat o'qish farz. Endi Fatiha o'qish vacip. Ikkisining farqi nima desa, buni masalan farz degan farz ado bo'ldimi? Endi vacip deganni qilmagan taqdirda Fatihani o'qimay qul Allohni o'qitdi masalan. Ya boshqa bir yardım bir 2-3 oyat o'qitdi. O'qigancha. O'qisa namoz bo'ldi, farzdan ado bo'ldi. Endi sen vacibni qilmaganlik uchun ya gunohkor olding, ya nima olding, lekin namoz bo'ldi deydi. Ma'mum. Ve suratul hamd. Suratul hamd deb atildi ekan. Hamda aytish surasi, madhila surasi degandek. Vel asas. Suratul asas deb atildi. Yani Qur'onga ul soldi hozir. Qur'onning uli asosi deb atildi. Fa innaha famshad nima? Ta'lil. Chunki u yani Fatiha Qur'onninki uli, asas yoki us deymiz. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالأساس. أغرب قاسم كسلوا قاسم demek. Sen Fatiha'nı oku demek ya. Demek bu şifalı kuralı var. Ve ayuha sab'un bil ittifaq. Hem qarilarning, o'sha mufassirlarning ittifoqi bo'yicha 7 oyat. Oyatni sanaydan 7 oyat. Vallohu a'lam. Endi bu suraning fazilati ismlarini deb bo'ldi. Endi birinchi oyatga endi keldik. Asma ustidagi Bismillahirrahmanirrahimni hozir MDS'i to'g'ri bo'ldi. Ama birinchi oyati Bismillahirrahmanirrahim. Qurra'al Madinati vel Basrati ve Şam. Medine qarilari, Basra, Şam qarilarining hammasi ala anna tasmiyata laysat bi ayatin min al-Fatiha. Yani Bismillahirrahmanirrahim sura Fatihaga nisbatan shuning ichidagi bir oyat emas deb qaraydi. Buni ichidan sanamaydi. Wala min ghayriha min as-suwar. Boshqa suralardanmi bir oyat emas. Lekin sura namlama shuning bir oyatning bir qismi. Ve innema kutibat lil fasli ve teberruk lil ibtida'i biha. Bu her bir
surani ayrim boshlab yozgan chog'da tavarruk deb bilib bunda yozilgan oyat bu deydi. Yani bu xuddi o'z oldiga bir oyat degandek, o'z oldiga bir oyat. Va huwa madhhab Abu Hanifa va man tabi'ahu rahimahullah. Bu Abu Hanifa'ning mazhabi bu. Walida la yujharu biha indahum fi as-salah. Va Hanifi mazhabda, Maliki mazhabda shunda. Yuqori ovozda o'qilgan namozlarda bismillahni ulluq o'qimaymiz. Yani bismillahni ishimizda emas. Ondan ulluq o'qishda imom nimadan boshlaydi? Alhamdulillah deb. Fatihani o'qigan birisi bismillah deyiladi mi? Deyish kerak. Surani ayirib turadigan qo'shimcha oyat deb qaragan bo'lgan ekan. Surani beshini boshlamay Qur'onni o'tirdi boshlasam bismillah deyish kerak. Ya o'sha boshla bismillah demaydi. Lekin namozda boshda biz Fatihani o'qishdan ilgari isti'azadan bismillah deymiz. O'sha hisobda. Ve Kurra'u Mekke vel Kufa ala enneha ayet min el-Fatiha. Mekke ve Kufa qariylari bu Fatiha'nın bir ayet deb qaraydi. Yani başka surelerde mi bir ayet deb turadi, ha? 114 sure ama her birinden bir ayet deb qarabdi. Ve alayhi Şafii ve ashabuhu rahimahullah. İmam Şafii müşqarashda onun şagirdlari. Evlat İmam Şafii'nin şıkıl qarash rivayet qilgan. Aslında muhakkik bunu bayan qilish kerakdi. وَلِذَا يَجْهَرُونَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ Şu an namazda Fatiha'nın bir kısmını diyendiken Bismillahirrahmanirrahim deb okuydu. Ondan yana baş surene başlasın Bismillahirrahmanirrahim deb okuydu. وَقَالُوا قَدْ أَثْبَتَهَا السَّلَفُ فِي الْمُصْحَفِ Bunun neden delil keltirdi? Selefler mi şu mushafta mı yazdığı mı şu Bismillahirrahmanirrahim dedi. Şuna mı? Mal emri bi tecvidil Kur'an. Tecridil Kur'an mı şu? Hata yazdı doğrulanma. Yani başka yer ketip kaldı da onu. Tecrid. Hakikaten o mescitte ders okuyanın bir faydası var. Hadiste var o. Mectema kavmun fi beytin min buyutillah yetluna kitaballah ve tedarasanahu illa haffetumul melaike ve nezelet aleyhimur rahma degene bir yerde ilim okuyandı başka yerde okulmagan nima müşahakatçıda okul tuttuğandır. Bir bereket. Buyutillah. Fuyudat. Allah Teala'nın fuyudat Rabbaniye çıkıdan. Fethallahu aleyk deyimiz var. Ve Allah Teala Allah Teala'nın beyti olanken dayıfını ikram kıyalım. Müşahadistin aşağıdadır. Öylede mesela ders kılsın, mescid ders kılsın, özelliği çıkıdı ha. Buyutullah olanlık. Mescid yani. Tecridil Kur'an desek, yani Kur'an'ı yazgan vaktinde Kur'an'dan başkını yazmaysın şeyge. Hatta Turuk montaj cümlak mı asli yok ne asli. Zizverlim yok. Fakat ayetler izlette keyin hem de kolaylaştırış için masalih. Bunu bid'at deb turibdi hozir. Saudi Arabistonda mı şu turuqlar zizverli ba. Rasululloh unda yozmagan. Lekin masalih bo'lganlikdan Qur'onni qo'dash uchun, to'g'ri saqlab qolish uchun unda qilingan bu. Lekin salaflar shu hech nima qilib yozmanglar deb unda buyurdi. Nima? Emri bi tecridil Kur'an. Ha, tecridil Kur'an. Yani buna sap şu Kur'an'la mezanla bunun başka nasıl qilib qolmasin deydi. Yani cerridul Kur'an deb ko'rsatma bo'lishi mumkin. Tabilning so'zlaricha. Hatta hadislarni yozg'ili qo'ymagan Rasululloh. Boshda u yozish qog'oz, u narsa qulay bo'lmagan ekan, iliq teriga, so'ngakka, ayna binasiga yozib yurgan ekan, unda parcha yozgan hujjatlardek bir narsa yig'ilsa, unda hadisni anglab yozdi, Qur'onni yozdi, keyin undan bu hadis Qur'on bo'lib qolishi mumkin deb to'sgan. Lekin Qur'onni yodlab, pishib ketgandan keyin Qur'on hadisini ayirib uqalaydigan bo'lgandan unda yozganlar degan. Demek şu yazgan çağda şu Kur'an'la yazanlar da tecridge buyurdu. Ama şunda boğan diken andın bu şunda toruluk yani Bismillah'ın yazgan diken bu ayet olmuş yazmaydı bunu. Delillerdi. Bu da Şafii'nin deliline gösterdi. Ya tercihimi de. O özünün vazifini tercih kıldı da bu. Kötü hal özünkini kıldı. Lekin insan başkanın delilinin bayan kılmış gerek. Elbette bu doğruda hadisli var. Aslında bu namazda aşım üllük demdik dememdik talaş tartışmamız mı? Şunu da ben sahabının rağmen Resulullah'ın akıdı, Ebu Bekir'in akıdı, Ömer'in akıdı, Osman'ın akıdı namaz okusam hemmesi elhamdülillah ile başlayıp dediği hadisli var. Anda mağluqa delil bulduğun Bismillah ile okudu diyen hadislim var. Bu hem de ihtimallık mesela. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من تركها فقد ترك 114 آية من كتاب الله. İbn Abbas debdiken kim bunu terk qilib qolsa Qur'ondagi 114 oyatni tashlatgan bo'ldi.
114 ayet her bir sözden elif taşlatilgan bolsa. Her bir sözde birden bismillah olsa 114 ayet. Bismillah ne dersen 114 ayet ne etken bolsa deydi. Her bir sözde birden elbetsen 114 ayet elimkide deydi. Ve keda hadis Ebi Hureyre. Hadis Ebi Hureyre'nin delil kıldı. Kale semi'atun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Kale Allahu Teala. Kasemtus salate el Fatiha demekçi iken ha. Namazni ben iki bölüp ettim deydi. Benden bilen benim oturamda iki ilan böldüm deydi. Yerimdillan. Ve li abdi masal. Yani bendemden soğunu biremen deydi. Bendemge soğunu boğusun demekçi. Feyda kale labd elhamdülillahi rabbil alemin. Kale Allahu Teala hamadani abdi. Benim maktidi medilede deydi. Bana hamd etti dedi. Demek mi ya da bismillah dese manda oldu demide dedi. Mavacı bismillah. Yani ben Fatiha'nın işki böldüm dedi. Diyeni ki bismillah diyene manda bunun yerime misi? Bismillah benden için Ar-Rahman için demide dedi. Demek başlaş nereden başladı? Elhamdülillah başladı. Allah Teala özü degan ki bismillah başladı. Allah Teala özü mana va kaza degine bak 3 degan numara qarasanlar balana asli balana degan to'g'ri. Yani deliluna degan balana. Abu Hanifa'nın delilse mi? Ben bunda bu Mavla'nın miski va kaza deb atf qo'yganda bayron qilibdim. Aslida balana degani bizning dalilimiz mi? Sura Fatiha'dan bir ayet emas degan. Eğer bir ayet bo'lsa bu bismillahni ishki bilan so'zda. Bo'lashni azim nereden başladı? Elhamdülillah'dan başladı. Ay el-Fatiha degani ma hadisdan emas nima? Ya o'zi sherlab qolibdi. Odatda namozda o'qilgan bo'lgan ekan, shu namozda bunda degan chaqda men ishki bo'ldim demoqchi. Yani sura Fatihani demoqchi deb nima muallif deb qo'ygan gap. Hadisda unda kammaklik bor. Bu Sahih Muslim rivoyat qilgan hadis bu. Va idza qala ar-Rahmanir Rahim qala Alloh taala asna alayya abdi. Endam menga sana o'qidi deydi. Va idza qala maliki yawmiddin qala majjadani abdi. Bendem min ulug'dim. Va idza qala iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in qala hadha bayni va bayna abdi va li abdi ma sal. Bu mana men bilan bendem o'ttirdigilam ishman. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in degan shu benda Alloh taolo xitob qilishini ama sana ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz dedi. Undan keyin bu yerda hozir rasmiy ixlos bilan deyilgan so'z bu. Benda Allohdan so'radi, Alloh bu ishkalarni o'ttirga menga dedi, bu gapni men so'rag'inni beraman dedi. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين dese قال هذا لعبدي bu bendemning duosi bendemga so'rag'ini bo'g'ay dedi. Yani shuni beryapman dedi. Ijobat qilyapman dedi. Falibtida bi qawlihi mana vajil istidlal anma. Bu hadisda keldi. Bu sizga qanday dalil bo'la oladi desa falibtida bi qawlihi alhamdulillah Elhamdülillah degan so'zdan başlaganligi ama hadisda dalilun ala anna at-tasmiya laysat min al-Fatiha. Bismillahning Fatiha'ning ichidagi bir oyat emasligini dalili. Va idza lam takun min al-Fatihati la takunu min ghayriha ijma'an. Fatiha'dan bir oyat bo'lmasa bu, dastlabda buni masalani ayirayotgan ekan, emas degan ekan, bosh so'rdim emas. Agar bo'lsa Fatiha'dan bo'ldi. Keltiradigan kuch dalillar bormi? Albatta. İcma'an cevap diye böyle. Evleviyye demekçi. Ma'noda emas desekla, emmeyle ma'qul desek, başqasini albatta emmeyle ittifaqla emas qiladi. Lekin mana icma yo'q aslida. Başta qaram şu elhamdülillah bekat tamam. Evleviyye yani. Demiş ki bismillah evet qolib 6 oy o'tib qolib kelmas. Şunu icmani yer şu. Alto'lab qoldi. Wal hadith mazkurun fi sihah al-masabih. Masabih degan kitobni qaysi kitobda? Mishkatning aslisi Bag'aviyning Masabih as-Sunnah degan kitobi. Demak bu Masabihda Sayyid Islovasil nuraga dislosimuz, lekin Sayyid Islar qatorida deydi. Shu Mishkatda masalan 3 turli darajaga disning qulug'i boshda muttafaqan alayhi sahihni Çünkü Hasan'ın onunkin daif vakıdan. Şu bu sahih qatardan bari. Lekin hamda aslama muallif hozirgi nima deb bo'lsa, masalan, universitetga tadqiqot ilmiy akademiya shart bo'yicha bo'lsa, Sahih Muslim rivoyat qilgan deyish kerakdi. Bu misbahtga sayyidslar ishidin turdiki hadis tarjimay bizning asli manbasini bilish kerak. Bu Sahih Muslim rivoyat qilgan. Demek Masabih degan kitobdan foydalandim mana. Va ma zakaru la yadruna. Va ma zakaru degan avli degan dalillar bizga ziyo yetkazmaydi dedi. Nima uchun? Ya'ni bular tajridul musaf buyurilgan, shunda turliq, yani bismillah degan, unda bismillah Fatiha'ning bir oyati degan so'z bizni tutanmaydi o so'z dedi.
Lianna tasmiye ayet minel Kur'an. Çünkü Bismillah degan Kur'anning bir oyati. Ya'ni u oyunda turliq Bismillahni yozdi olsa, shu bir oyat o'g'irlik uchun yozgan. Lekin Fatihaning bir oyati emas. Hozir talashtasizmi? Fatihaning bir oyatimi emasmi? Sizning akagan dalilingiz bu xarij an mahallin nizo demak. Tecerrüt Kur'an üstü nemdi bab naqs pekegen deb. Yo'q, o'z oldiga bir oyat deb turoldik biz. O'z oldiga bir oyat o'g'an kezdi bu. Oyat bo'lmasa yozmaydi, ya'ni Qur'ondan bu. Lekin hozir masalan Fatihaning bir oyatimi? Emas. Lianna tasmi ayet minel Kur'an. Ayetning musulmona unzil lil fasl bayna suvar. Her bir sunu ayırıp turuş için xuddi fasl tamdak bu nazil qilingan ayrim bir oyat. Oyat bo'lgandan keyin Qur'onda yozildi deydi. Endana bizning qarshimizda zakarahu fakhrul islam fil mabsut. Fakhrul islam ma aslida ko'rsatib mabsut fil qiraat. Qiraat nima yozilgan kitob bor. O'zimizning qarimlarimiz bu kitobda bunda bayon qilib biz shuni bilamiz. Hanafi mazhabi. Fakhrul islam. Hamma mazhab o'zining odamlarning gapini hisob qilib. Amaliyotda bu masalada boshqa nurg'a hadislar bor bu to'g'ri. Aniq bunda Fatihaning bir oyati emas, aniq keskin bir. Ishkili qarashning ehtimoli bor. Ya'ni bu mazhabning bak kuchli undam emas. Bak aciz yo'q chiqib ketgidek emas. Her kitap o'xshash darajada. Va innama yuraddu alayna allau lam naj'alha ayatan min al-Qur'an. Biz Qur'onning oyatimi emas deb turmasak, salaflar yozdi qo'ydi. Qur'onning boshqa yozmagan deb tursa, yozgan ekan, oyat emasmi deb tursa bo'ldi dedi. Bizga shunda rad qaytirib bo'ldi dedi. Lekin biz unda demadi. Qur'onning bir oyati degan ekan, o gap dalil baka oldi. Va tamamu taqririhi fil kafi. Endi bu dalilning boshqa talashtasam mana muayyanlashtirib, yakunlab xulosa chiqarish to'liq holatda al-Kafi degan kitobda yetarli bahs qildik. Biz o'zimizning kitobda bahs qildik. Buning asli talashtas namozda bismillahni ullik o'qish, o'qimaslik, ba'zi chechishib qo'ygan ekan. Bu yani fiqh kitoblarga bir taqildi emasmi? Va ta'allaqatul ba bi mahzuf. Bismillah degandichu, taqdiru bismillah aqra aw atlu. Allohning nomi bilan o'qiyman yoki tilovat qilaman degan bo'ldi dedi. Ba mishada nimaga mutaalliq desa, eg'izda dilmagan, to'g'ri bukilgan bir fe'l bilan chetishlar. Aqra atlu. Lianna allazi yatlu tasmiya maqru'un. Chunki tasmiyadan keyin kildigan narsa nima? O'qildigan narsa. Demak, mishada hozir Allohning nomi bilan o'qiyman deb oxir alhamdulillah deb o'qiymiz-ku. Bunda. Shuni qiroat deganda biz taqdir qildik dedi. Yatlu ya'ni bu yerda yati ba'dahu degan ma'noda. Ya'ni ba'da tasmiya ta'til qiroat degan. Kama annal musafira idha halla wa irtahala faqala bismillah wal barakat. Bu bismillahning oldiga taqdir qilish shu kishining har qanday ahvoldagi qilgan ishlari qarab o'xshamaydi dedi. Masalan bir taqqa yamishayotgan odam bismillah deb Allohning nomida yamishi bunday. Meyadda musafir mana idha halla va irtahala bir o'ringa tushsa yoki qo'zg'alib mansa bismillah va barakat deb Allohning nomi bilan va barakatlar bilan mujjayga tushma yoki o'tkilma degan. Kanal ma'na bismillah ahulluma ahullu va bismillah artahil. Allohning nomi bilan mujjayga tushma, Allohning nomi bilan safar qilma degan. Va kaza az-zabiha va kullu fa'ilin yabda'u fi fi'lihi bismillah kana mudmiran. Ay bo'g'izda o'chima bismillah deb bo'g'iz desa bismillah azbah degan bo'ldi. Shunga o'xshash ish harakatini boshlaydigan har qanday bir ishni qilguvchi bismillah desa bu chaqda ko'ngliga pukkan bo'ldi dedi mudmiran. Ma ja'ala tasmiya mabda'an lahu. Ash ishini boshlanishini bismillah qilgan bo'lsa shu ishini ko'ngliga pukib degan bo'ldi dedi. Va innama quddiran mahduf mutaakhiran. Nima uchun bismillahning oldida bir so'zni taqdir qilmay keyin taqdir qildi? Keyniga kelib taqdir qildi. Shunami? Chunki li'annal ahamma min al-fi'l wal muta'alliq bihi huwa al-muta'allaq bihi. Chunki bu ishdan hozir eng muhim mush ishga bir necha narsa bo'lsa eng muhimi qolsa mush ishdan, mush qiroatdan hozir. Hozir bir qiroat qildik-ku. Shu qiroatdan mushun eng muhim narsa nima deydi? Mutaalliqu bihi degani nima harful bama demak mishada Allohning ismi muhim. Val mutaallaqu bihi degan Allohning ismi bo'ladi. Bismillah bo'lgan ekan. Demak bu yerda muhim narsa nima desa Allohning ismi muhim narsa. Va kanu yabda'una bi asma'i alihatihim. Jahiliyatda kishilar o'zlarining ilohlarining ismi bilan boshlaydi dedi. Ishlarni-chi, faqat bismillati va bismil uzza deb boshlaydi. Qanday bir ish qilsa unda boshlaydi. فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله عز وجل بالابتداء. Demek müşahede mutallak bihi degen Allah'ın ismi.
Şuna başta mühimini bir divitip, andan ikinci derecelik mühimini de diyen tariqada okuyma, okuşum Allah'ın isminden diye okuş degende başta düşünmey Allah'ın isminden deb mesela bir ayrı bitip yani ha müşriklerimizden oturmamız farkını belgilep etkenning yağı andan ha okuyman degende aldırma diyorsak mı ta kesikmeymiz ehmiyet tarafını demek bu mutaallaqun bihi çokum Allah'ın ismi en mühim bo'lgani shu val mutaallaqu bihi dedi en mühim bo'lgani Allah'ın ismi şuna muvahhid yani tevhid akidesideki kişi şu başlagan çağda Allah'ın ismini başlaş şu ma'noni ko'z tutadi deydi. Yani başlaşqa Allah'ın ismi şu en xas isim şu deydi. Başqani ishlatsang bo'lmaydi deydi. Wa za bi taqdimihi wa ta'khir al-fi'l. Yani va hada demekçe. Va za degan. Yani bu taxsis qanday vujudga chiqadi? Taxsis taqdim ta'khir bilan vujudga chiqadi. İyyaka dedi-ku. Na'budu iyyaka. İyyaka na'budu iyyaka baş sanala degan bo'ldi. Başqa hech nimaga emas sanalam. Bu taxsis oldu. Şu bismillah degene Allah'ın isminden başlayıp o başka bunun isminden başlayıp sanmaymadım. Ya taksisini ifade ediyor. Yani ihtisas fakat takdim takhir bilan vücudga chiqadi. Fe'lni aqida keldi. Allah'ın isminden başlayma, okuyma diyem. Bu balagat. Bu balagat için bir ma'nini ya kuchliq ya azroq shaklda har xil usul bilan ifodalash bo'lgan ekan taqdim va ta'khir demak bu yerda hozir Allohning nomi bilan o'qiyma degan so'zni hozir bizimizda faqat Allohning nomi bilan o'qiyma dedik ma'ni boshqacha ifodaladi va innama quddima al-fi'lu fi iqra bismi rabbik endi biraylar qo'yib bunda deyishi mumkin balki kashaf bo'lsa undayda fa in qila قلت ديتوا انا ما فين قلت البته كان endi iqra bismi rabbikda ajab iqra degan so'z boshqa kelib qoldigan misal buni nima deysiz misal li'annaha awwal sura nazalat fi qawlin bir qarashda dastlabda nozil bo'lgan sura bu dastlab nozil bo'lgan sura qaysi degan talash tartilishi mumkin bir xil qarashda bu dastlab nozil bo'lgan oyat deb qaralgan undan keyin avval sura ekan bu alim yerda o'qi degan so'zni boshda eklish muhimroq deydi va kana al-amru bil qira'ati aham o'qish muhim ta'zi o'qimish sataq chiqdi nima fa kana taqdimul fi'li awqa demak ma fe'lni boshda eklish bakrak tushadigan va yajuz an yuhmala iqra ala ma'na if'al al-qira'a yani mandama tahlil qilish bo'ldi deydi iqra degan bir ishni qil degan yani qiroatdan iborat bir ishni qil degan ma'noda bo'lishi mumkin va haqiqa yani qiroat ishini vujudga chiqargan ka qawlin fulanun yu'ti va yamna faloni xosi birdo xosi bermaydi unda huquq qadam degan unda nimani birdo degan gapni qilmadi demak bu yerda bir ishni qil deb bilan buyurgan yani o'qishdan iborat shu ishni qil degan bo'lishi mumkin deydi g'ayr mutaaddin ila maqrun bi nimani o'qiydi yerda mutaaddi bo'lmadi o'qildigan narsaning gapi yo'q shuna maf'ulun bihisi yo'q bu yerda va yakuna bismi robbik maf'ul iqra alladhi ba'dahu bismi robbik degan yani iqra bismi robbik degan oyatga mush ismi robbik degan mush ibora keyin kelgan iqroninki maf'ul muqaddam bo'lishi mumkin keyin iqra va robbukal akram dediga shu iqroninki bismi robbik tabi shada bismi robbik ilgari qilingan iqro keyin qilingan bo'lsa bizning ma'lumotimiz iqro keyin taqdir qilmiz degan dalilchida bu ehtimollik bor edi yani başkını oku deb yani sen o'qishni vujudga chiqar deb bir buyruq etdi ondan bismi robbika iqra xuddi bismillahir rohmanir rohim yani bismillahi aqra deb biz taqdir qilgandek manda bo'lishi mumkin bu i'robda odatda hamda uning ma'nosi ma'noning fa'il ma'nosida bir xil o'rin almashtirib deb baqsa tushadigan 7-8 xil ehtimolliklar chiqadi Vesmullahi yeta'allaqu bil qira'a. Hamda Allah'ın ismi qiraat bilan mutaalliq harfi jar o'z oldiga o'rtiranmaydi deganiga bir narsa eslib turish kerak. Bu nimaga esildi desa, o'qishga esildi. Qanda holatda esildi ta'alluq duhni bil imbat. Bu yerda may yoki yog' xuddi o'stirishga chetilgandek endi chetiladi deydi. Yani bu gap qaysi oyatda tambutu bid-duhni dedi. Tambutu bid-duhni deganda asl yog' bilan birga o'sadi degan gap, Ba'zi ba'ni ziyodat degan ta'kid degan gap. Yani asli tambutu duhna bo'ldi agar maf'ulun bi bo'lsa, tambutu duhna bo'ldi. Bu yerda tambutu bid-duhni dedi. Yani tambutu mishada maf'ulun bisi yo'q demakchi. Demak, hamda o'qish yani Allah'ın
ismi bilan billa o'qi degan ma'noda. Duhn mishada inbat bilan qanday taalluq qildi? Yag'liq, yag' bilan billa o'sidu dedi. May bilan billa o'sidu degani adir miyada maf'ulun bisin demadi. Endi mushu oyatmi bismillah degani ala ma'na mutabarrikan bismillah iqra degan bo'ldi. Ya'ni Allohning nomi bilan o'qi. Bu nom bilan o'qishma tabarruk bilib, ulug' bilib shunda o'qi degan ma'noda. Fa fihi ta'limu ibadihi kayfa yatabarrakuna bismihi. Bu oyatda Alloh taolo bandalarga o'zining ismini qanday tabarruk bilish, qanday ulug'lashni o'rgatyotdi. Ya'ni iqra bismi robbik desa, Allohning nomini tabarruk bilib, Allohning nomini atab o'qi degan. Ba'zida oldiga taqdir qilsa bo'ladi. Qiroati bismillah degan. Şeyci bozulma. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.